Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aynalar mana bu yerga qarangizlar. Mana hamma kasafa assalomu alaykum hajayna yaxshiman. Bu bloggerlar qayerdan topib keldingiz ey? Ayna mana qara, mana. Mansuri Esanboyi. Ha bu yer Musa. TikTok. Bu TikTok hammasi ekan. Bu qayerdan keldi? Bu TikTok'un babası ekan. Aha. Ana aytdi, hajini dedi, şu kelemen dedi. Nima meni dedi şu fitoboshga tushirib, hijama qilib, Mansur ekovlarini yana bir brachga kelyaptilar, Instagramchi. Ular keladi. Aytdi şu bizni dedi, go'zal qilib jating dedi. Şu bizning orqamizdan dedi, bizni ko'rgan odam hammasi keladi dedi. Ayna qanday ekan? Juda mazza ekan. Shu dashaga damalal hasa ko'parishda haqiqiy dam bu yoqda ekan. Yaqin ashig'ida 4000 5000 rasxol dashaga borgandan ko'ra, ondan shu yerga ondan 2000-3000 ketsa, ketish mumkin. Ashiqroq. Matologlar. Lekin bu rohatni o'ncha-muncha olish qiyin. Saunada yo'q bundaqa. Saunada bo'lmaydi bunday narsa. Просто bundan bergan issiqning tanaga bir mazza beradi. Buna qarang, buna imенно grija uchun olib kelingan. Grija. Kecha men aqlim yomon zo'r ekan. Grijaga. Keyin ona char bunavga nima qilamiz? Короче, shu odamning любой narsada şu ko'z doktor yo'q bu yerda. Ko'z doktordan boshqa hamma narsa bor. Quloq, uxa go'rlar, nos deymi, hamma narsa bor. Keyin zubnoy ham bor. Детский vrach bor, pediatr. Chulburon ham bormi aynan? Chulburon ham bor. Chulburon. Ana ondan keyin kesimlar zob, o'zimni qiladigan ishim. Bir kundan boshlab ta 10 oygacha bo'lgan gemoroy, keyin grija, prija, bularning hammasini o'zim qilaman. Ana. Chulburon bo'lsa kelaversin. Agar mana shu sizlarning orqalaringizdan kelsa-ku, chulburonga yaxshi skidka qilib beramiz. Keyin hajayda bir narsani aytayda. Ko'p bolalar aytadilar Moskvada jiribdi. Haliga shamollab ketgan, haliga 2 minutlik, 1 minutlik bo'lar-ku. Ishga sharoitga sharim yo'q deydi. Ana buni biladi, bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi degan bir gap. Endi biladi. Ha, endi biladi. Ana shuni davolab bo'ladi, ha? Doktorlarga borib, haliga 50 ming, 100 mingga ukal dori haliga iğne suqtirgandan ko'ra iğnening ham o'zining yo'li bor. Buning yo'li boshqacha. Buni inshaalloh necha oy davom etadi? Buning lichinasi asosan 2 oyning ichida davom etadi. Shu prostata shular to'g'rilash 2 oy davom etadi. Lekin shu 2 oyning ichida inshaalloh shu где-то 15-20 kunning ichida o'zi sezadi. O'zi sezadi. Bu dolga bo'lib ketadi keyin. Ukalda olib turib, например, 1 yil desert qilsa, bu 2 yilga desert qilish mumkin, 3 yilga desert qilish mumkin. Mana shunday. Keyin bir choy payman davolaysizmi? Choy ishtamen davolamaydi. Tashcha. Suv davolaydi, tash ham davolamaydi. Davolamayman. Biz tashqa siyinmaymiz. Biz Allohga siyinamiz, shifo Allohdan, biz sababini qilamiz. Haliga gaplar bor-ku, og'riq bormi deydi-ku. Mana shu haliga bizning nima ana doktorlarimiz juda professional. Ana pediatr doktorimiz o'zimizning Lensk rayonida juda obro'li bir vrach. İnşallah kelaversinlar ham. Tish doktorimiz ham juda zo'r. Hamma vrachlar o'zimizning Tojikistonning bolalari, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, не то что Afrikadan bo'lsa ham bizni tushunib, haliga kelsa tushuntiramiz. Переводdan tushuntirib. Kelishilgan holatda cho'ntak bor, bunda shu ko'p qimmat emas. Nima deysiz? Mansur aka o'zingiz bir deb qo'ying. Kameramda. Bunday qilib mana ko'rsin, o'zi bir gapirsin. Mansur bloger, qara. Jon, momalarga bormangda, keling men yerga o'zingizga lechit qiling, o'zingizga ham sarf qiling. Suyangiz yengil bo'ladi. Qishning kunida damlamagan hijomaning juda katta foydasi bor. Otday bo'lib, uyga borib, o'zingizga nima deydi? Qani o'zingiz tushundingiz aynan. Kelaverasiz bizning nomimizdan. Sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni asrangizlar. Aynan nima deysiz? Nima deymiz shu masalalarni aytganda hamma kasblarga yaxshi joy. Bizning oldimizda kasal bo'lmasi kelsin, xursandchilikda kelsin. Kasal nimaga deyman? Alloh taolo hech mo'min musulmon kasal bo'lmasin. Xursandchilikda kelib jengillashib ketaversinlar. Jonlari omon bo'lsin. O'zlaringizni asrangizlar, Mansur aka bir narsa qo'ygan. Shu yoshlarga hayronmanda aynan. Shu 10 ming, 15 mingni rasxod qilib behuda mo'malar bor. To'g'risi, men taksida jiraman. Ana shu 2,5 ming, 2 ming shu yerga o'zini lech
chet qilsa, ham sog'lig'iga foyda, hamki nima deydi, kalla orom oladi, sveji bo'ladi. Jamoa nima deydi? Prostatit, murasatit, ha. Ana shundayda xullas. Keling, yazini bosingizlar. Aha, bu. O'zlaringiz asrangizlar.